Neç pul? 21 milyon mu? 20,5 milyon mu? 19 milyonga mana shu buqani sotdim men. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. So'roy bozorining qadri baland qadrdonlari, aka, uka, do'st birodarlar, hoji ota, hoji onalar. Xudo xolasa bugungi kunimiz 3-iyun. Hop, haftaning chorshanba sanasi 2026-yilda Xudo xolasa mana bunday syomkalarimizni boshlaganmiz, qadrli obunachilar. Birdonadan mana bunday like tugmachasini bosib, kanalga obuna bo'linglar. Biz bo'lmasa bularning ma'lumotlarini o'sha arzonchi, o'sha optimchi Ziyodbek akamizni muoffi emasdamiz, qadrli obunachilar. Bittadan like tugmachasini uringlar. Biz bularning narxini qachon keldi? Hop, 7 ishtilari, Xudo xolasa narxlarini bir qator Ziyodbek akamiz o'zlaridan bilib borishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasa sizlarni ko'p kuttirmaylik, qadrli obunachilar. Hop, so'z navbatini Ziyodbek akamiz o'zlariga beramiz. Xudo xolasa bugungi chorshanba kunining hop kechki dasturiga Xudo xolasa mana bunday buqalarni zo'rlarni syomka qilganmiz. Assalomu alaykum. Olib kelib oldingizmi aka? Charchamasdan. Sizlar, assalomu alaykum. Sog'lig'ing yaxshimi? Xudo xolasa yangi paytda yetib keldi. Ko'pchilik obunachilar telefon qilishyapti. Nimaga chiqarmay qo'ydilaring? Nimaga chiqmayapti? Ochiqi YouTube tarmog'iga yetib bormayapti. Kelyapti, so'raganlar bor, hech yerda kelishini qarab turganlar bor, yetib bormayapti. Alloh hammamiz umrimizga baraka bersin. Bunaqa choralarimizga ham, qilayotgan ishlarimizga rivoj bersin. Iloyim. Bo'lmasa aka ko'rsataveraylik oldi. Hali o'zi kun ham kech bo'lyapti, hop. To'ppa-to'g'ri hop. Qadrli obunachilar, birinchisiga mana bunday tim qora cho'rney panterasidan. Eng muhimi oyoq qo'llari baquvvat holatdagi buqamiz. Aka, buni yoshoyligi qanaqa? Yoshoyligi hop, asosan bizga paltirashga buqalar keladi. Hop. Buzmagan variantdagi hop, buqalar keladi, xudo xolasa. Dehqonda labzi. Aha. Hop, bu 1 yoshga yetmagan. 1 yoshga yetmagan. Demakki, katta molni bolasi ekan. Hop, katta molni bolasi. Qadrli obunachilar, orqavashini ko'ringlar. Hop, korpuslar o'ta go'zal holatda. To'rsdan variantidagi buqamiz. Aka, bo'ylarini nechiga beramiz buni? Hop, bo'ylarinimi? 125 plyusga olishveradi, 125 plyusga. 25 plyus minusga ketaveradi, ha? Hop. 125 plyusga minus. Bo'lmasa bunday qilaylik-da, qarang. Videomiz cho'zilmasdan nechtasini qo'yamiz bitta? 4tasini bitta qo'yib beraylik. 4tasini bitta qo'yaylik, tars ko'rsataylik, ha? Bir-biriga par buqalar. Hop, bir-biriga par buqalar, xudo xolasa. Hop, birinchi buqamiz, qadrli obunachilar. Hop, orqadan ko'rinish holatlari, yonboshdan ko'rinish holatlari buqani ideal holatda. 7 istiga har doimgida 3 kun garantiyasi bor. 3 kun sinashadi, yedirib-ichirib. Yesa ular yemasa bizniki. Bo'laveradi. Bo'lmasa navbatdagi buqamiz, qadrli obunachilar, ko'ringlar. Mashalloh, oldi o'ngarlari. Gardan o'ta kuchli. O'ta kuchli gardan, haqiqatdan. Oyoq qo'l har doimgidek baquvvat, mana. Tepa qismga ahamiyat berasizlar, qadrli obunachilar. Mana, qo'lingizni bitta qo'ying tepasiga, bu o'zi zaruratdanga qassobga bersa ham bo'ladigan variantidagi buqamiz, aziz obunachilar. Buqani gardani, aha, ha bu tarafga chiqqan. Hop, yondan ham chiqqan. Ochig'i nimasi bo'ladi? Olib maza qilib baraka topishadigan variantlar kelgan, xudo xolasa. Hop, bu ikkinchi variantdagi buqamiz. Hop, uchinchisiga obunachilar, xudo xolasa, gibrid buqamiz. Gibrid buqamiz, xudo xolasa. Orqa boshini ko'rib turibsizlar. Pachka, oyoq qo'llari uzun, oqbosh variantidagi buqamiz, xudo xolasa. Buning nariginda gardani chiqayapti. Hop, gardani chiqayapti. Bunisi bor, uzun mol. Hop. Hop, bu uchinchisi. Hop, to'rtinchisiga obunachilar, rossiyskini o'ta go'zali. Mashalloh, orqa boshini ko'ringlar, yaltirab. Eng muhimi mana. Eng ahamiyat beradigan joyimiz o'zi mana shakli kelib bo'lgan mana, obunachilar. Ko'ringlar, mana uzoqdan qaraganda ham molda o'ngarlari ham, hamma tarafi, garbonoslari ham o'ta go'zal mana. Jonivor, mashalloh, oyoq qo'llariga ahamiyat beringlar. Xo'p, endi bo'lmasa 4tasiga bitta narx aytamiz aka, to'g'rimi? Xo'p, keng qo'lni bering. Obunachilar kutib qolishmasin. Narxini aytaylik. Bir joyga olsin. Aha. 25 ga 2 so'm o'tdim, 300 so'm o'tdim. 25 ga aytayapman. 100 ga berishadi deb o'tirmaylik. Ha. 24,5 dan bir joyga olsin, xursandchilik tugida yetib boradi. Barakasini bersin. O'tadigan joy obunachilarda o'zigami? Beher sho'maydi, xudo xolasa. Bo'laveradi. Bo'lmasa qadrli obunachilar, hop 4ta bir-biridan go'zal holatdagi buqamiz.
Hop 24 million 500 ming so'mdan narx qo'yilyapti albatta. Savdo sunnat. Savdoingizni qilib olishingiz mumkin. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib. Xudo xolasa undan keyingi variantiga smashinni buqamizni zo'r variantidan ko'ringlar. Shvedga gibrid. Shvedga gibrid xudo xolasa qadrli obunachilar, orqa boshiga bitta ahamiyat beringlar. Mashalloh. Tuyog'ini istagan tuyog'iga. Jonivor. Buni ham orqa boshlari, hop, razrezlari hamma yog'i o'ta go'zal. Orqasidan oldi o'ta baland moldi. O'ta tikka mol bu. O'ta tikka mol haqiqatdan mana. Aydan rezinka bor bu. Ha, jonivor. Shu yem hashak rejim yetkazib turilsa. Hop, bitta o'zimi yo sherigi ham bormi? Buni yuklab ketaman. Hop, bu birinchisi. Qadrli obunachilar, ikkinchisiga mana bunday oq oltini turibdi-yu. Bu ham smashinni. Smashinni ekan, qadrli obunachilar ko'ringlar. Buqa yaltirab turibdi. O'ta go'zal holatda bunisi ham. Mana. Tepasiga bitta qo'lingizni bunday qo'yingda, oldi o'ngariga mana. Yosh buzov. 1 yoshga ham yetib yetmaganmi? Shunaqa yetib 1 yosh atrofida deylik-a. 1 yoshga yetib yetmagan. Hop, yetib yetmagan mana. Bu tarafdan ko'rinish holatiga ahamiyat beringlar. Mol bunaqasiga uzun-u. Obunachilar. Ha, jonivor. Hop, bo'lmasa bu ikkitasiga narx aytaylik. Keling, qo'lni bering. Hop, Bir joyga olib baraka topib olsin. bittaga bering bo'ldi, tamom bo'ladigani. Xursand bo'lamiz. Bu ham 20 turga o'tdim emas, 23 yarmdan xursandchilikda uylarga bor baraka yetib boradi. Barakasini bersin. Aziz obunachilar, 23 million 500 ming so'mdan. Lekin mashina bularga qo'shib olsa ham bo'ladigan variantdagi buqalar ekan. Boshqasida farqi yo'q. Ha, lekin narxida farqi bor, a? Xo'p, bo'lmasa undan keyingi variantiga targ'il buqamizni zo'ridan obunachilar. Yosh oyligi yosh. Xudo xolasa, hop, yosh. Bo'yi xudo xolasa necha bir 120 120 kelib qoladi. kelib qoladi-ya, xudo xolasa. 180 plus Hop, minus. plus minus. Orqa boshlari uniki ham o'ta go'zal holatda. Hop, bunisiga necha pul narx aytamiz aka? O aytib qo'ya qoling, keling. Hop. Ha. Boshda bo'lmasin. Ha. 20 million so'mga chiqaylik kami bo'ladi, xudo xolasa. Otangizga rahmat. Sotadigan bitta men emas. Ochig'i-da. Hop. Atrofga bozorlarga solishtirib olishsin. Narxini sindirib beraman, bo'lib beraman, atalaqib beraman deyish kerak yo'q, ochig'i. Mana solishtirib olishadi, arzon bo'lsa olishadi 20 million so'mga. Chiroyli kami bor, xudo xolasa. Barakasini bersin. Qadrli obunachilar, kimdandir arzon qilib beraman. Hop, kimgadir unaqa naprinsif, unaqa vizib degan narsa yo'q. Xudo xolasa imkon darajasida yaxshi narsa olinglar obunachilar. Ertaga zo'rini boqsangiz ham o'sha vaqtingiz ketadi. Mundayroqni boqsangiz ham o'sha vaqtingiz ketadi. Bitta Ziyodbek akamizdan oling demaymiz, qadrli obunachilar. Kimdan olsalaring ham xudo xolasa yaxshi narsa olinglar, ertaga yaxshi pulga sotasizlar. 20 million so'mga mana shu buqamiz ketaveradi. Telefon qilsalar xudo xolasa Chiroyli kami bor, xudo xolasa. chiroyli qilib kamini qilib beriladi. Hop, navbatdagi buqamiz obunachilar. Hop, 125 plus. 125 plus. Orqa boshi go'zal. Mol ozgina mehr talab. Bir qator hamma yog'ini ko'rsating. Mol sog'lomligi sog'lom bo'lsa, to'rt oyoqda turibdi. 7 ishlariga 10 kun garantiyasi bor, xudo xolasa. 10 kun garantiyasi bor. 3 kun 4 kun bir hafta emas. Nimaga? O'zim sinab turgan, boqib turgan mol. Hop. Ochig'i-da. Hop. Bu ochig'i mehr talab ozgina. Hop. Ochig'i mehr talab. Sensatsion narx bo'ladi. Hop. Maqsad hammamizniki ham ozg'in molni semirtirib foyda qilib sotish, xudo xolasa. Aha. Mana molni oz narxini ham aytsak ha deyishadi. Aytingchi. Mana bu ham o'zi hamma yo'g'i kelishgan, aytayapman ozgina mehr talab. Bu ham eti o'ta bo'sh. To'lsa bo'ldi, yaxshigina ishlab beradi, xudo xolasa. Hop, qo'lni bering obunachilarga. Nech pul aytay? Endi aytaveringchi. Nech pul? 21 millionmi? Yo 20,5 millionmi? 19 millionga mana shu buqani sotdim men, xudo xolasa. 19 Serious? million berishadi. Misol uchun birinchi nimasi bo'ladi? Endi ko'chib chiqqan yangi ro'zg'or bo'lishi mumkin, Aha. ozgina pullari kamroq bo'lishi mumkin. Mana shu buqani olib boqsin, xudo xolasa. Barakasi foydasi ko'rinib turgan buqa, xudo xolasa. Hop. 19 million so'm bor baraka, xudo xolasa. Otangizga rahmat. Qadrli obunachilar, bo'ylari 125. Plus minusi kelaveradi, lekin narxi 19 million 500 ming so'mdan. Meni boqib turib soting degan variantidan qidirgan aka-ukalar,
Xudo xolasa telefon qilishga shoshilaverasizlar. 7 ishchisiga 10 kun garantiyasi bor. 15 kun garantiyasi bor. Yana ketdi. Yesa ichsa ularga, yemasa ichmasa o'zimga. Xo'p, bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar telefon qilishadi o'zlariga. Xo'p, telefon qilib ma'lumotlarni beraverasiz. Endi kelib turing. Bunini sana. Xo'p. 7 tasini bitta joyga olaman degan obunachiga. Hop. Bitta narxini ayting. Keyin 8 tasini olaman degan obunachiga bitta narxini aytamiz. Hop, 7 tasini olsin. Bittasini oladigan bo'lsa 23,5 dan o'tib beraman. Xo'p. 23 million 300 ming so'mdan bersin 7 tasi bor baraka xudo xolasa. Barakasini bersin. Endi 8 tasini bitta joyga ayting. 8 tasimi? 300 ming so'mdan kam bersa 23 dan ketaveradi. Barakasini bersin. Qadrli obunachilar, 8 ta buqa bir joyga 23 million so'mdan. Hop, 7 tasi 23 million 300 ming so'mdan telefon qilsalar, xudo xolasa, Ziyodbek akamiz uylarida buqalarimiz turibdi. Telefon qilib savdoingizni qilib olishingiz mumkin. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'ida Ziyodbek akamizni mini mofiyasidamiz. Qadrli obunachilar, hammani umriga chorvasiga Alloh barakasini bersin. Hammani uyida mana shunday buqalardan 20 talab, 30 talab boqish hammalaringga nasib qilsin. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling qadrli obunachilar.